aslda akalar, osalaring shunaqasidan olinglar, mayda juda qilmasdan bir donasidan olinglar, shunaqa ko'ringlar akalar. Inshaalloh. Narxini gapiringchi bularni. Aka, narxini yengil. O'tgan safar yozishibdi kommentariyaga. Bitta olsachi bo'lmaydi, bundaqa deyishibdi. Optim aytyapmiz, ish tez bitish uchun aka. Bittami, yarimtami kelishtirib beraveramiz aka. Dastavkalar. Aka, mana shu 24 tani olsin, Qoraqalpoqgacha dastavkasi meni bo'ynimda. Akalar, Assalomu alaykum Oybek ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, mana bunday go'zal asl Qirg'iziston paroda ishqibozlari. Akalar, biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'onsaroy qishlog'iga yetib kelganmiz. Hafta kuniga 6-aprel, yakshanba dam olish kuni. Dam olish kuni kechki dasturlari hammalaringga maroqli va fayzli barakotli o'tsin deb. Akalar, xudo xolasa bugun son sanog'i yo'q, chegarasi yo'q, mollar yetib kelgan. Xudo xolasa jami necha bor Zufarbek? Aka, jami allaqancha mol bor, tamashida qo'yimchi. Akalar, sonni sanagani vaqt bo'lgan yo'q. Akalar, xudo xolasa menga yetib kelgan ma'lumotga qaraganda akalar 100 boshdan oshiq xunojirlari bor. Akalar, Qirg'iziston parodasi barchasi inshaalloh 100 ga 100. Xudo xolasa nimaga unday deyotganimda video davomida xudo xolasa guvohi bo'lasizlar. Qirg'iziston davlat hozir yopiq-ku deyishlari mumkin. Yopiq haqiqatan. Bu avvalroq yoshlik paytida o'tib xudo xolasa bir dehqonda bo'lgan. Akalarimni o'zlari berishgan, sotishgan, endi o'zlari qaytarib olishdi akalar. Xudo xolasa bu yerda gap bitta. Xudo xolasa sifatli asl molni sizlarga yetkazib borish akalar. Video davomida imkon qadar qisqa qilishga harakat qilamiz. Imkon qadar kamroq gapirib, molni ko'rsatishga harakat qilamiz. Xudo xolasa o'tkazmasdan akalar, sizlar ko'rib tursalaring, xudo xolasa har birlaringni ko'ngillaringni shod qiladigan mollar aynan mana shu xonadonda topiladi akalar. Ko'ryapsizlar, xudo xolasa ikki taraf to'la mol. Unda biz Zufarbekka yo'llanamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni ukamda o'zlari yetkazib o'tadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Oybek aka. Sumsiz aka. Sog'lig'ingizmi? Charchamang. Sumsiz aka. Assalomu alaykum. Sumsiz, yuribsizmi? Ahvollaringiz yaxshimi? Yaxshi. Olib oldingizmi? Aka, olib oldi, yetkazib keldik. Inshaalloh molni bir donalari. Aka, unda imkon qadar tezlashtirishga harakat qilaveramiz. Tarab pardaslinchi o'zi kechib ketdi aka. Iloji boricha yengil, arzon qilib beraman. Bugun Oybekjon uz kanali bomba bo'ladi aka. Xudo xolasa akalar. Mollarda bir qator oyoq qo'llariga o'zlaring e'tibor beraverasizlar. Jigar bo'ylarini o'lchasak, men mollarni screenshot qilish uchun bir qator ko'rsataman. Siz o'lchab tursangiz ungacha bitta boshi bitta oxiri qilib ya tayyor o'lchab qo'yganmiz. Aka, metrlari mana shu bo'ylari, mana shu bosh dog'lari 1.18, 1.20 chiqaveradi. Odamni uyaltirib qo'ymaydi aka. Videoda oxirigacha ko'rishsin, barcha ma'lumotlarni beramiz aka. Yeb ichish kasalliklari bir hafta garantiya aka. Quruq somonni yeyapti uyimizda. Mol ko'rsin akalar. Molni bor-ku, qancha maqtasang shuncha kam degan mollar aynan mana shu xonadonda ekan. O'zlaring kelib ko'ringlar. Asl paroda ishqibozlari bo'lsa, xudo xolasa Qirg'iziston paroda bo'qaman degan insonlar bo'lsa, aynan mana shu xonadonga taklif qilib qolamiz akalar. Zufarbek nechtasini bitta qo'yamiz uka? Aka, ish tas qilaylik ha, boladan ishni bo'g'izib qo'yaylik. Xo'p. 24 tasini bitta qo'yamiz. Mashina 24 ta o'shigacha 24 ta bitta qo'yamiz. 24 boshi bitta narx qo'yiladi deb aytayaptilar, xudo xolasa mana. Zufarbek bitta narsani aytaman, xudo xolasa aka narxlar juda qulay bo'ladi deb boshida va'da bergansiz, xudo xolasa. Aka, narxlarni o'ta yengil qo'yib beramiz. Qayerda tugaydi 24-chisi? 24-chi o'shida tugaydi aka. Agar menda maynaqa sifat, maynaqa chiroyli mollar mendan arzon sotadigan odam bo'lsa aka, olib kelersiz, o'zim olaman. Mashalloh akalar, lekin haqiqatan ham mana mollar bor, sifatiga bir dunyo mollar ekan akalar, ko'ringlar. Inshaalloh uyaltirmaydigan mollar aynan mana shu xonadonda. Pulingiz aka oxiri mashinagacha. O'zingiz cho'ntagingizga ketadi, ko'ringlar. Mana bunday oq boshlari, sog'imlari, uzun variantlari. Hammasi inshaalloh mana insonimizda musulmon inson sifatida gapiramiz. 100 ga 100 Qirg'iziston paroda. Yoshlik paytida akamni o'zlariga yetib kelgan ekan. Bir dehqon akamizga berganlar, shu darajaga yetkazishgan ekan. 105 boshni shunaqa darajada ko'p akalar. Zufarbek narxini ayting. Aka, mana shu yerda 24 tasiga o'ta yengil qo'yib beraman dedimi? Mana shu 24 tasiga. Zufarbek, xudo xolasa bu 24 boshingiz inshaalloh har biri o'ziga yarasha sifat, konkret mollar. Lekin narxi degan joyga xudo xolasa narxini ham bomba qilib bersangiz, mana bunday tuxum kallalarni sigir qilib, xudo xolasa 30 litr sut beradigan sigir qilib boqishadi.
obunachilar. Lekin siz narxini kelishtirib ayting. Aka narximi? Hop. 14,5 yo'q gap aka. 13,5 dan qo'yamiz, 13,5 dan. Hop. Kelishtirib ham beramiz aka, o'tadan yeri ham bor. Akalar inshaalloh 13 million 500 ming so'mdan. Akalar asl Qirg'iziston parodasi hozirgacha kunduzda muammo bo'layotgan bir vaqtda sizlarga 100 boshda taqdim qilib turishibdi. Vodiy bo'ylab dastavkalar. Aka mana shu 24 dan olsin, Qoraqalpoqgacha dastavkasi meni bo'ynimda. Akalar O'zbekiston bo'ylab ekanda. Ha. Akalar 24 boshda olgan insonga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi besplatni, lekin mana mollarni shu o'rinda ko'rsatamiz. Inshaalloh mana uni ko'ringlar. Hammasi 100 talik Qirg'iziston paroli. Ko'ringlar akalar. Mashalloh mollarimizda. Oybega o'tgan safar yozishibdi kommentariyaga. Bitta olsachi bo'lmaydi, bundaqa deyishibdi. Optim aytyapmiz, ishtingiz bitish uchun aka. Bittami, yarimtami kelishtirib beraveramiz aka. Tushunarli. Mana shunday telefon qilib turib, uka menga mana shu yeting yo'q deysin, tanlab turib, bittami, yarimtami jo'nataveramiz aka. Vodiy bo'ylab dastavkasi, bitta olsa ham dastavkasi bor. Uy olsa oldi vodiy bo'ylab. Bizning maqsadimiz haliga videoni cho'zmaslik. Videoni cho'zmaslik. Akalar 24 dan bitta qo'yamiz, lekin ichidan mana shu yoqdi desa, mana shusini kelishtirib beraveramiz aka. Akalar ichidan qaysi biri yoqadigan bo'lsa, xudo xolasa bodom kallalarni qaysi biri yoqsa, mana shu yoqdi desalaring, xudo xolasa kelishtirib berilaveradi. Kamini ham xudo xolasa chiroyli Aka, kamini ham qilib beramiz. Oxirgacha ko'rishsin, video like tirs urishsin aka. Olishmasa ham video like tirs urishsin. Otangga rahmat deb qo'ysa, o'sha katta gap aka, kommentariyada. Olishadi. Endi necha boshini bitta qo'yamiz? Aka, mana shu yerda bitta obunachimiz bor. Hop. Mol qilaman, men uzoq yetalayman deydigan odam bor. 10 ta onajonim bor ekan mana shu yerda. Bir xil. Ko'ringlar, bir xil. Oq quloq oqdim shvet emasmi? Haqiqiy mana akalar ko'ringlar, e'tibor beringlar. Mana mana ko'ringlar. Bala qo'ylardi. Hammasi xudo xolis kayfishni qaytarib, yeb ichib akalar dehqondan chiqqan bu hammasi u uyaltirmaydi. Demakki, molni o'zi badani aytib turibdi, yaltirab jasad ham aytib turibdi. Bular bo'ylari qancha taxminan? Aka, biri 10, biri 5, biri 10 dan biri 5 gacha olishaversin aka. Biri 10 dan, mana shular biri 10 dan oshiq. Plus ham chiqadi. Mana shular boshidagi 4-5 tasi shunday chiqadi. Mana ular 1.8, 1.7, eng kichigi ham 1.5 dan plus chiqib qolish ehtimoli yuqori. Nimagaki mollar endi sizlarga qanday videoda ko'rinyapti bilmadim. Aslida akalar, osalaring shunaqasidan olinglar, mayda-chuyda qilmasdan bir donasidan olinglar, shunaqa ko'ringlar akalar. Inshaalloh. Narxini gapiringchi bularni. Aka, narxini yengil qilaman demak aka. Aha. Mana shu 10 tasiga Inshaalloh. 12,5 dan berishsin aka. 12,5 da o'tib beramiz. Mundayda, hop, narigi mollaringizga tortishmadim. Nimaga aytayman? U mollaringizni-chi bugun bozordan syomka qilmam shunaqada narxi, oshiq ham dashi bozordan. Gap so'zi yo'q. Bular ham yomon demoqchi emasman. Bir xil oq-quloq oqdim shu boqaman degan odamga yana ham kelishtirib bering. Aka, bitta gapiraman. Lekin haliga 50 ming, 100 ming qilib haliga 50 ming, 100 ming qilmang. Ochib olmaydi aka bizda. O'shanga aytib hali halol pokka o'zingiz Mana shu 10 tasiga aka, mana shu 10 tasiga. gapiring. Lekin aytib Har biriga 500 ming so'mdan o'tib beraman 12 millionga. Nuqta arg'amchisi bonus Samarqandgacha yetkazib beramiz aka. Mashalloh. Dastavkalari biz bo'ynimizda. Ammo molni oxirgacha ko'rishsin videoni aka. Mollar ham bor. Tirs o'ta chekilardan. Aytinglar, bu obunachilarimiz uchun terilib kelildi aka. Xo'p, yaxshi. Otangizga rahmat. Haligi chechi-pichali 50 ming, 100 ming o'tib o'yin qilganday o'tib bermagingiz uchun rahmat. Aka, Endi yana bitta gap gapiring. Endi rangingizni o'zgartirmay turasiz-da. yo, Endi obunachilar uchun ham shidib ozgina. Bitta men ham gapirayinchi. aka, qo'lni bering. 50 ming, 100 ming o'ynamayman. Mana shu 11 million 800 dan 11 million 800 dan. Hop. Samarqandgacha dastavkasi meni bo'ynimda 11 million 800 dan olishaversin. 100 ming Oybekjon uz kanaldan, Oybekjon uz kanaldan. Qo'ng'iroq qilyapmiz, o'tib bering deysiz mana aka. 11 million 800 dan mana shu 10 tasini Samarqandgacha dastavkasi o'zimni bo'ynimda aka. Otangizga. Baba. Akalar, men mana shu hech 12 ni buzib qo'ymoqchi edim, 100 mingdan so'rab o'zlari aytib deb mardlik qilib 200 ming so'mdan tushib tashladilar. Otangizga rahmat. Bunday gapda bu shimda 100 mingligi ham bor. To'g'ri. 300 mingligi ham bor. Ammo gapingiz ham to'g'ri. Siz nima U 100 minglik shimda 5-6 marta yuvsangiz o'chib ketadi. U 300 minglik shimda qancha kiysangiz kiyaverasiz. Qop-qora bo'lib turaveradi. Tushundik. Bular ham shunday aka. Xudo xolasa molda asli demoqchisiz. Asli aka. Va uka
inshaalloh xursand bo'ldim. Men o'ylagan darajada a'lo qilib tushib berdingiz. Otangizga rahmat. Endi keyingi partiyaga Aka? rahmatmi? Bundan sal jon kichkinaroqlari yana bor. 12 ta bor yana. Qo'choring bir qator syomka qilib orqaga qaytaman. Xudo xolisa akalar. Mollarda bor, ko'rganlaring sari videoni qaytarib ko'rgilaring keladigan darajada inshaalloh go'zal jonzotlar. Buni boqqan insonga ham Alloh subhanahu va taolo hisob daftarlarini to'ldirsin deydi akalar, ko'ringlar. Mollarimiz inshaalloh uyaltiradigan emas akalar, ko'ringlar. Malol jonivorlarda hech qanaqa tortib qo'yilmagan akalar. Damini olib yotib turgan variantidan. Ko'ringlar. Hop, keyingi partiyamizga. Oybek aka, navbati. mana endi sal joni kichkinaroqlari 12 ta bor aka. Joni kichikroq. Puli yengilroq deganlarida. Akalar, kun kech o'lyapti. Video qanday ko'rinyapti bilmadim. Agar videoni sifatida qandaydir ozgina sizga sifat bilinmasa yo ko'rinmasa, qoniqmasangiz akalar, bemalol Zufarbekka aloqa qilsalaring, bemalol kачественный qilib, yana sizlarga yedirib, ichirib, bir qator yurgizdirib videosini tashlab beraveradi. Qaysi 12 tani bitta aytamiz? Aka? Aka mana shu yergacha 12 ta. Mana shu 12 tasi. Xo'p, akalar, mana shu 12 boshi deb aytishyapti. Nur tushib, nur qaytib akalar, videoning sifati o'zgarib qolayotgan bo'lsa, yana o'sha gap qaytarib o'tirmayman. Mana shu yergacha 12 boshi. Aka mana shu yergacha 12 boshi. Zufarbek, gapiravering siz, men mollarni ham ko'rsataveraman, vaqtdan yutish maqsadida. Aka bular narxini bomba qilaman dedimmi bugun? Mana shu 12 tasiga 10 million 500 mingdan berishsin, 10 million 500 mingdan berishsin. Ha. Samarqandgacha dastlabkasi meni bo'ynimda aka. 10 million 500 ming so'm Muxtor g'amsi bonus aka. Yana o'zingiz chiroyli o'tib beradigan joyingiz bormi? Aka, men so'rab qo'yaman, agar sizga ma'qul kelsa gapimni oling. Hali ma'qul kelmasa haligi hijolat qilib uy olgandek boshqa qilmang. Ma'qul kelsa, agar o'tib beradigan joyingiz bo'lsa, maqsadiga yana bir qadam yaqinlashaylik. Sotadigan imkon qadar sotadigan maqsadga yaqinlashaylik. Lekin mollarda akalar kelib ko'rib olasizlarmi, borganda ko'rasizlarmi? Puliga arzimasa molni obratni qaytaraverasizlar. Puliga arzimasa akalar. Gapiring. Aka, bitta gapiraman. Mana shu 12 tasiga, mana shu 12 tasiga. Hop. 10 milliondan berishsin. 10,5 emas o'pdi. Sotadan yengil o'tib beraman, lekin ko'p emas. 10 milliondan ham o'tib berasizmi? 10 milliondan Oybek Uz kanalidan qilyapmiz deysan, xayri bo'ladi aka. Mana shu 12 tasiga 10 milliondan berishsin. Muxtor g'amsi bonus Samarqandgacha dastlabkasi bor aka. Bizni bo'ynimizda. Akalar, inshaalloh har bir moldan bor, sezilarli darajada o'tib berilyapti. Bu yerda hali 50 ming, 100 ming bachkana pul emas, maqsad sotishlik uchun 500 ming, 1 milliongacha akalar narx pastlayapti. Xudo xolasa ulgurib qolinglar. Jigar, tushunarli. Endi nechtasini bitta aytamiz. Aka, qanayda sal pul arzonroqlardan yana. 8 ta bosh molimiz bor yana. Akalar 8 bor. Ama bular ham shvet ekan, to'pponchalari ham bor orqasida aka. Inshaalloh molni ko'ringlar jigarlar. Xudo, Alloh qudrati cheksizda. Mana shular yaltiratib 10 ta molni boqib qo'ysalaring akalar. Shunday 25-30 milliondan sotsalaringda kimni joni kirmaydi akalar. Inshaalloh bu albatta bo'ladi, qurib ketmas. Harakat, barakat deganda. 8 tasi, mana 8 tami jigar? 8 tasi aka. Mashalloh, oxiri mana shundan tugar ekan jigarlar. Ko'ringlar. Gapiring 8 tasini. Aka bular 10 dan demayman. Aha. 9 million 800 dan berishsan aka. Hay 8 tasiga. Hop. Samarqandgacha bonus Muxtor g'amchilari. Samarqandgacha dastlabkasi biz bo'ynimizda. Muxtor g'amchisi bonus aka. 8 tasiga 9 million 800 dan berishsin. Samarqandgacha dastlabkasi biz bo'ynimizda. 9 million 800 ming. 9 million 800 mingdan berishsin aka. Buni ham aytadigan joyi bormi? Endi so'rab qo'yish. Bundayda Zufarjon, xafa bo'lmang. So'rab qo'yaman, ma'qul kelsa aytasiz. Ma'qul kelmasa Oybek aka deysiz, uzrli yo boshqa joyi yo'q. So'rab qo'yish obunachilar taraf bizda shaffoflik ta'minlash kerak-da. Obunachilarim taraf bo'lishim ham kerak. So'rab qo'yapman shularning nomidan. Ma'qul kelsa aytasiz, mashallah. Aka, qo'lni bering. Mashina. Oybekjon Uz kanalidan telefon olyapmiz. Biz ashaddiy muxlisimizmiz deb telefon qilsa bo'ldi aka. 100 ming, 200 ming emas aka. 300 mingdan 9,5 dan.
Mana 8 tasi. Bo'laveradimi aka endi? Endi bo'ladi. 9 million 500 mingdan mana 8 tasi Samarqandgacha. Dastlabkasi meni bo'yimda. Aka bor ber aka. Mashalloh akalar. Bilmadim, Zufarbek bu mollarni sotishga haqiqatan ishtiyoq bo'lyapti Aka, sizda. tez bo'shatish kerak. Yana boshqa mol keladi aka. Akalar, xudo xolasa, bularda 100 so'm, 200 so'miga qaralmaydi, 5-4 so'miga. Nimaga Oybekjon desangiz, vibr ko'p. Son jihatdan juda ko'p. Shuning uchun ozginadan qo'yib sotamiz uka deb menga shu aytishdi. Men ham sizlarga yetkazyapman. Mashalloh. Aka, bular sotilgan. Voy. Sotilganmi? Aka, bularni sotib qo'ydik-da. Yaxshi, bozor edilsin. Zufarbek, unda videoroligimizga shu yerda yakun yasaymiz. Alloh subhanahu va taolo har bir chorvadorni, shu jumladan sizni ham chorvangizga baraka yomg'irlarni yog'dirsin. Obunachilar shu joygacha ko'rgan bo'lsalar, bittadan like va obuna tugmalarini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. So'ralmay qolgan ma'lumotlarni ekran ostidagi nomerdan bemalol so'rab olaverasizlar.